Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'zimizning milliy taom bo'lgan, hammaga birdek yoqadigan, mazali bo'lgan moxor ovqatini birgalikda tayyorlaymiz. Birinchi ishimiz qozonimizni olovga qo'yib qo'yamiz va o'zimizga kerakli masalliqlarimizni artib, to'g'rab olishdan boshlaymiz. Men ikkita kichkina piyoz, 3-4 kattalikda kartoshka va bitta sabzidan foydalandim. Sizlar oila a'zolaringizning soniga qarab kartoshkani va piyozni ko'proq va kamroq olsanglar bo'ladi. Piyozlarimizni somoncha shaklida mayda qilib to'g'rab olamiz. Moxora taomi uchun go'shtimizni suvli qismidan foydalansak, moxora ovqatimiz juda ham mazali va to'yimli bo'lib chiqadi. Qizigan qozonimizga bir cho'mich yog' solamiz. To'g'rab olgan piyozlarimizni boshqa idishga solib, qolgan masalliqlarimizni ham to'g'rab olamiz. Bittagina sabzimizni chiroyli qilib arali pichoqda kessak, taomimiz yanada chiroyli, mazali bo'lib chiqadi. Sabzimizni to'rtburchak shaklida to'g'rab olamiz. Sal kattaroq qilib to'g'rash kerak, bo'lmasam ezilib ketadi. Sabzilarimizni ham to'g'rab olganimizdan keyin qozonimizga boyga to'g'rab olgan piyozimizni solib, tillarang bo'lguncha qovurib olamiz. Piyozlarimizni ham chiroyli qilib tillarang bo'lguncha qovurib olamiz. Masalliqlarni taomda yaxshilab qovurishga ahamiyatli bo'linglar, chunki taomimiz shirin chiqishi masalliqlarimizni qancha ko'p qovurilishiga bog'liq. Endi bu yerda go'shtlarimizni ham tayyorlab olamiz. Boya aytganimdek, suvli go'shtdan foydalansanglar, moxora taomimiz juda ham mazali chiqadi. Qozonimizga go'shtlarimizni ham solib, uni ham yaxshilab qovurib olamiz. Go'shtni ham oila a'zolaringizning soniga qarab, ko'pchilik kamchiligiga qarab solsanglar bo'ladi. Biz kamchilik bo'lganimiz uchun go'shtni ham ozgincha soldim va katta bitta suvi bo'lakchasidan ham soldim. Sizlar xohishga ko'ra oila a'zolaringizning soniga qarab ko'proq va kamroq solsanglar bo'ladi. Sabzimizni ham idishimizga olib, uni ham qozonga solib qovurib olamiz. Har bir solgan mahsulotimizni 3-4 minutdan qovursak, taomimiz juda ham mazali chiqadi. Sabzilarimizni ham qovurib bo'lganimizdan keyin ovqatimiz uchun peres solishimiz kerak. Menda muzlatilgan peres bo'lganligi uchun men muzlatilgan peresdan foydalandim. Agar sizlarda muzlatilmagan svejiy pereslaringiz bo'lsa, o'shani solsanglar bo'ladi. Agar peresinglar bo'lmasa, solmasanglar ham bo'ladi. Bitta qizil va bitta yashil peresdan foydalansanglar bo'ladi. Pereslarimizni to'rtburchak sal kattaroq shaklda to'g'rab, uni ham ovqatimizning ichiga solib, u mahsulotimizni ham yaxshilab qovurib olamiz. Masalliqlarimiz yaxshilab qovurib olganimizdan keyin taomimizga qizartiradigan solamiz. Men 1,5 qoshiq qizartiradigan soldim. Tomatli pasta solsanglar ham bo'ladi. Agar tomatli pasta soladigan bo'lsanglar, undan 1 qoshiq solasizlar. Bu o'zimiz uyda tayyorlangan qizartiradigan bo'lgani uchun 1,5 qoshiq soldim. Endi ovqatlarimizga no'xatlarimizni solamiz. Men no'xatimni 1 kun oldindan yuvib qo'ygandim. Iliq suvga bitta qand solib yuvitganman. No'xatlarimiz shunaqa katta-katta bo'lib chiqqandan keyin yuvilgan hisoblanadi. No'xatlarimizni ham qozonga solib, ketidan suv solamiz. Muzdek suv bo'lishi shart. Shu joyga ahamiyatli bo'lishimiz kerak. No'xatlarimizni solganimdan keyin ovqatimni umuman aralashtirmadim va kapkir cho'michlarimni umuman ishlatmadim. Ovqatimizga o'zimizga kerakli bo'lgan miqdorda suv solib qaynatishga qo'yamiz. Moxora taomimiz qaynab chiqqandan keyin ustidagi ko'piklarini olishimiz kerak. Shunda taomimiz tiniq va chiroyli bo'lib chiqadi.
Ovqatimiz qaynab chiqqandan keyin ko'piklarni olganimizdan keyin qozonimizni tagini olovimizni pasaytiramiz. Taomimiz shunaqa o'rtasidan bilqillab qaynab turishi kerak. Orada ko'piklarni tez-tez olib turamiz. Endi bu ovqatimiz salkam 5-6 soat qaynaydi. Shunda ovqatimiz juda ham mazali, shirali va suvlari tiniq bo'lib chiqadi. 4 soatdan keyin no'xatlarimiz pishganligini tekshirib ko'ramiz. Ungacha kapkir cho'michlarimizni iloji boricha qozonimizga tiqmasligiga va ovqatimizni aralashtirmasligiga harakat qilamiz. O'shanda no'xatlarimiz qotib qolmaydi. Taomimiz xuddi shunaqa ko'rinishlari chiroyli bo'lib, suvlari tiniq bo'lib chiqadi. Videoda ko'rsatganimdek no'xatlarini bittasini shunaqa ezib ko'rsanglar, yumshoq bo'lsa, demak, no'xatli pishgan bo'ladi va bu ovqatimizga bemalol tuz solsak bo'ladi. Xohishga ko'ra o'zingizlar tuz solib olasizlar. Tuznamelarni rostlab olganingizdan keyin boyga kartoshkalarimizni ham chiroyli arali pichoqlarimizda to'g'rab olib, taomimizga qo'shib yoramiz va yana yarim soat ovqatimizni qaynatamiz. Kartoshkalarimizni solganimizdan keyin yarim soatda kartoshkalarimiz ham pishib, chiroyli bo'lib chiqadi. Moxora taomini iloji boricha vaqtliroq solib qo'yishga harakat qilsanglar, o'shanda kun davomida qaynab, o'zi shirali bo'lib chiqadi. Videoni albatta saqlab oling va o'zingizni, oila a'zolaringizga va yaqinlaringizga albatta shu taomdan tayyorlab berishingizni tavsiya qilaman. Ko'rinishlari juda ham chiroyli, shirali, suvlari tiniq va mazali moxora ovqatimiz tayyor. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, komment yozib, menga podpiska bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha.